Bola, toplaring kim olib keldi? Kim olib kelding? Maftun sinfdoshimi? Esladingmi? Esladilaringmi? Yaxshi keldingmi? Sen ne buni olib kelding? Xohlagan gapimizdan gaplasha olmaymiz-a? O gaplashib o'tiruvsang-chi, erda ajrashibdi. Beva bo'lib qopti. Baxtuna yaxshimisan? Bu yerda balu bilan 5 barmog'ini qiyib olishadi. Yangi yo'llarchi, nomerangni shu. Tiyanlikda. Tog'acha. Tupur o'rta gapim bor edi. Baxtuna, o'zim sengachi anchadan beri bitta gaplasha olmayapti. Ahmad suyu erishini boshlayapti. Odam bo'lmaydi bu tunki. Shu boshiga 80 mingdan bo'pti yog'onlaringni. Baxtuna, nabor joyda sen pul to'lamaysan, uyat bo'ladi. Boshqa xarajatingni ishlatasan. Berlaring tezda. Dud ekanligi Vallahi 80 ming yetmayapti. Shundoq sochma qoringlar 20 mingdan. Nima sochma qo'raz boy, Maftunga men to'layman deyapti-ku. Yo'q, hali tushmadilaring. O'rtadan qoramiz dedi. Bore o'zing bilasiz. Mana o'rtadan qilamiz, men menga to'layman deb kelgan. Yur, o'zing to'la, ket to'lasiz. Mana Yur. O'zing to'lab olgin. Maftuna, Xo'p. sen yolg'iz yashaysan-ku, to'g'rimi? Ha? Men senga bitta gap aytmoqchi edim-da. Voy iflos. Qani niyating boshqamidi? Sinfdoshim deb endi kelganimda? Yo'q, sen noto'g'ri tushunding. Sen yolg'iz yashaysan-ku. Topgan puling o'zingga yetadi. Meni sharoitim og'irroq. Ko'p kasal bo'laman. Kassaga 100 ming yetmayapti. Deb ko'r.